Kagodan Kaxa Kaladi sizlar bilan demak ishlamizda Toshkent viloyati Keles tumanimizda shunday Qoplonbek posti yonida shunday cho'tki joyimizda Navastor ekan sotilyapti. Erta 3 xona kvartiramizda bor, polni susida qilib olsanglar bo'ladi. Hozir ichkarilar obzor bilan tanishtiraman, ketib yuringlar. Demak, mana ikkinchi etajimizga chiqdik. Bu ikki xonamiz bu polni patkulich bo'ladi, отопление bo'ladi. Koridordan kirganimizda chap qo'limizda sanuzelimiz bor. Polni kafillik qilingan. Hojatxonalar hammaligi yangi qo'yiladi. Bu yerda oshxonamiz bor. Oshxonamizda hozir bitta ustuli hozir remont ketyapti. Bu yerda mana bitta zalimiz, bu yerda spalnimiz bor. Bitta demak, joyimizda zo'r joyda joylashgan. Qoplonbek shunday post oldim, bir qadam shunday yonadi. Toshkent viloyatida. Bu yerda qaranglar, 41 kvadratdan 52 kvadratgacha xonadonimiz bor. Susidi bilan ham olsanglar bo'ladi, через bank olsanglar bo'ladi. Ikkilamchi, birlamchi farqi olsanglar bo'ladi. Ikki xonamiz, hozir 3 xonamiz, azginamiz ham 3 xonam obzor bilan tashlanaman, ketib yuringlar. Bu 3 xonali kvartiramiz, mana eshikdan kirgan joyimizda koridorimiz, shunday chap tomonda sanuzelimiz bor. Polni patkulich bo'ladi, отопление bo'ladi. So'q suvdan momobilik eshikdan kirishimizda mana bu yerda oshxonamiz bor. Polni yangi gaz plita rakovina qo'yiladi. Bu yerda bitta xonamiz bor. Spalni polni abo'ylari eng zo'rdan sifatli bitta, hammasi sifatli ishlatyapti. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Manzara zo'r, havo zo'r, bitta mana zalimiz. Demak, kvadratga yetadigan bo'lsam, kvadratda 3 xonamiz 51 kvadrat. Polni patkulich bo'ladi. Faqat bittadan qolgan, qolganlari sotilib bo'lgan. Bitta qolgan bo'lsa bir 10-15 ta kvartiramizda qolgan, xalq patkulich bo'ladi. Parkovkalar bor. Narxini aytadigan bo'lsam, narx 8 milliondan 9 milliongacha. Egasini kelsanglar ofisimizda shetda, egasini administratorning nomerlarini ko'rib ketaman, telefon qilib podrobni so'rab olsanglar bo'ladi. Siz kredit ikkilamchi, birlamchi subsidiya hammasiga beradi. Egasini nomeriga telefon qilib podrobnichalarga tushuntirib beradi. Rahmat, hammaga katta rahmat.